muzdekgina suvlar oqyapti qizlar. Вообще-то maza suv, mana shu ham yaxday suv. Oyog'inglarni qisinglar, maza qilasizlar. Tapochkam oqib ketmasin deb qizlar. Qaranglar, muzda yaxday suvlar. Sizlar shu toshlarga chiqib oyog'ingizlarni shu suvga tiqib o'tirmaysizlarmi? Tavba. Ishinglar bor ekan. Qizlar, ertosh bu baxt dedi. Umuman sassiqliklari yo'q qizlar. Mana tog'lar ham ko'rinib turadi-da. Juda ham salqin. Qizlar jo'rlar bitta ham oftob yo'q kunduzi bilan. Mana ertalabdan kechgacha shu ikki qiz faqat supuradi. Suv sepib supuradi. Qiladi, olib kirib qo'yadi o'zi. Biz yo'llar tekizlik uchun o'zimizni jintiradik, kelayverdik, lekin bunaqa mashinada ham agar yo'l bo'yiga tashlab kelsa shunaqa olib kirib ketishadi, lekin biz oldinlari yo'llari manaqa tosh bo'lgan paytda shunaqa mushkul qilardik. Kuniga 300 mingdan bersanglar bas, ishonsanglar gilos hamma yaxshi suvlari bor, suvlarni yuzatib qo'ysanglar bo'ladi. Bunda oftob chiqqanda yozuvchilarida cho'milsalar ham bo'ladi. Bu yoqda iti bor, qo'rqmanglar, o'rgatilgan it bo'mboqqina it ekan. Ko'rib shermi uyutman debman. Yaxday suvdan ichib o'tiramiz. Nomerlar qoldiramiz albatta sizlarga. Va uyda yashayapmiz. Biz qilganmiz qizlarga.